ovoz kirish kirmasligini tekshirmoqchimiz. Bunga ashlo qo'ydik. Pasayib qoldi. Mana bu yerda ham ovoz chiqayotibdi. Nima uchun unaqa bo'lib qolgan? Sababi bu yoq tarafda mana zasep qo'yish kerak. Hamda o'q bor, zasep siqish kerak, ikkita zasep qo'yilishi kerak, qo'yilmagan. Shu hisobiga storkada qiyshayib o'tirib ketgan. Shuning uchun biz endi to'g'rilaymiz. Mana bugungi ishlarimiz bitdi. Bu yerda resepetlardan qo'ydik. Общий 5 ta. Bitta storkaga 10 ta storka, bitta eshik qildik. Ochib yopilishlarini regulovka qildik. Endi orqalari ham zo'r siqotdi. Mana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa qilib beramiz.